To'qqizinchi variant. Birinchi, ikkinchi vazifalar. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglang va birinchi va ikkinchi topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Извините, где здесь вход в метро? Видите белое здание? Справа от него. Audioda shunday deyildi: Kechirasiz, bu yerda metroga kirish qayerda joylashgan? Oq binoni ko'ryapsizmi? O'sha binoning o'ng tomonida. Они говорят на улице. Ular ko'chada gaplashishmoqda. Вход в метро справа от белого здания. Metroga kirish oq binoning o'ng tomonida. Uchinchi, to'rtinchi vazifalar. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglang va 3-4 topshiriqlardagi to'g'ri javobni tanlang. Внимание! Поезд из Казани в Самару опаздывает на 2 часа и будет в Самаре в час дня. Diqqat! Kazandan Samaraga ketayotgan poyezd 2 soatga kechikmoqda. U Samaraga kunduzi soat 1da keladi. Poyezd едет из Казани. Poyezd Kazandan kelmoqda. Poyezd приезжает в Самару час дня. Poyezd Samaraga kunduzi soat 1da yetib keladi. 5-chi vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Уважаемые пассажиры, провоз мелких домашних животных в общественном транспорте возможен только в переноске. Hurmatli yo'lovchilar, kichik uy hayvonlarini jamoat transportida tashish faqat maxsus tashuv vositalari orqali amalga oshiriladi. Такое объявление можно прочитать в автобусе. Bunday e'lonni avtobusda o'qish mumkin. 6-chi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Меня зовут Анастасия Сергеевна. Я стоматолог. Часто люди боятся зубных врачей. Я всегда спокойно спрашиваю о проблеме и только потом начинаю лечение. Matnda shunday deyilgan edi: Mening ismim Anastasiya Sergeyevna. Men tish shifokoriman. Odamlar ko'pincha tish shifokorlaridan qo'rqishadi. Men har doim xotirjamlik bilan muammo haqida so'rayman va shundan keyingina davolashni boshlayman. Анастасия Сергеевна работает в поликлинике. Анастасия Сергеевна poliklinikada ishlaydi. 7-chi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va kerakli so'zni yozing. Nizora Salihova замужем и вместе с мужем приехала в Россию. Nizora Salihova turmushga chiqqan va u turmush o'rtog'i bilan Rossiyaga kelgan. Впишите нужное слово в ее заявление. Uning arizasiga kerakli so'zni yozing. Заявление об оформлении разрешения на работу. Ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish uchun ariza. Familiya Salihova, семейное положение замужем. Mana shu joyga замужем so'zini yozamiz. 8-chi vazifa. По вечерам я люблю смотреть по телевизору футбол. Kechqurun televizorda futbol tomosha qilishni yaxshi ko'raman. 9-chi vazifa. Ты помнишь,
Какой сегодня день? Bugun qanaqa kunlik esingdami? 10 vazifa. Они приехали в Тверь в марте. Ular Tverga martda kelishgan. 11 vazifa. Напишите в анкете, где вы живете в настоящее время. Hozirda qayerda yashayotganingizni anketaga yozing. 12 vazifa. Международный женский день в России отмечают 8 marta. Rossiyada Xalqaro xotin-qizlar kuni 8 mart kuni nishonlanadi. 13 vazifa. В России находится город Красноярск. Krasnoyarsk shahri Rossiyada joylashgan. 14 vazifa. Содружество независимых государств СНГ было создано в 1991 году. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 1991-yilda tashkil etilgan. Gagarin — это первый космонавт. Yuriy Alexeyevich Gagarin bu birinchi kosmonavt. 16 vazifa. Укажите государственный герб Российской Федерации. Ikkinchisini tanlaymiz. 17 vazifa. Услуги по медицинскому страхованию распространяются на застрахованных иностранных граждан. Ya'ni tibbiy sug'urta xizmatlari Rossiya Federatsiyasida sug'urtalangan xorijiy fuqarolar uchun nisbatan qo'llaniladi. 18 vazifa. Право на свободу вероисповедения распространяется на иностранных граждан, законно находящихся на территории Российской Federatsiyasi. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy ravishda yashovchi chet el fuqarolari din erkinligi huquqidan foydalanadilar. 19 vazifa. Иностранный гражданин испытывает острую боль. Каким правом он обладает в данной ситуации? На бесплатную медицинскую помощь. Ya'ni chet el fuqarosi kuchli og'riq his qilmoqda. Bu vaziyatda uning qanday huquqi bor? Bepul tibbiy yordam olish huquqiga ega. 20 vazifa. Может ли быть сокращен срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации? Срок сокращается в случае неразрешения въезда на территорию Российской Federatsiyasi. Chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasi hududida bo'lish muddati qisqartirilishi mumkinmi? Rossiya Federatsiyasi hududiga kirishga ruxsat berilmagan taqdirda muddat qisqartiriladi. 21 vazifa. При пересечении государственной границы Российской Федерации иностранный гражданин должен предъявить действительные документы, удостоверяющие личность. Ya'ni Rossiya Federatsiyasining davlat chegarasini kesib o'tishda chet el fuqarosi shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi shart. 22 vazifa. Въезд в Российскую Федерацию может быть запрещен иностранным гражданам в случае неоднократного 2 или более раза в течение 3 лет привлечения к административной ответственности. Верно ли это утверждение? Верно. Ya'ni Rossiya Federatsiyasiga kirish chet el fuqarolariga ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin 3 yil ichida takrorlangan, ya'ni 2 yoki undan ortiq marta takrorlangan taqdirda taqiqlanishi mumkin. Bu bayonot to'g'rimi? To'g'ri. Shunday qilib, patent imtihonining 9-variantini tugatdik.